Hammaga salom. Hozir men sizlarga YouTube va Instagramda trendga chiqqan xuddi shunday turdagi videolarni qanday qilib bepulga yasashni o'rgataman. Bunday turdagi videolar o'rtacha qancha prosmotr olishini ekranda ko'rishingiz mumkin. Agarda siz YouTube kanalingiz uchun yo'nalish qidirayotgan bo'lsangiz, mana shu eng zo'r yo'nalish hisoblanadi. Agarda tayyor bo'lsangiz, videoni boshladik. Do'stlar, siz ham YouTube'da o'z kanalingiz bo'lishini xohlaysizmi? Lekin nimadan boshlashni bilmaysizmi? Hozir ko'pchilik shunday xatoga yo'l qo'yadi. YouTube kanalini o'zi ochadi, noto'g'ri nom tanlaydi, dizayn va so'zlamalarni xato qiladi va natijada bunday kanal hech qachon rivojlanmaydi. Shuning uchun biz sizga tayyor YouTube kanal ochib beramiz, kanalingiz uchun unikal nom topamiz, sifatli banner avatarka tayyorlaymiz va kanalingizni rekomendatsiyaga chiqadigan qilib sozlab beramiz. Hattoki hozirda ko'pchilik duch kelayotgan raqam bilan tasdiqlash muammosini ham hal qilib beramiz. Agar siz ham YouTube'da o'z kanalingizni boshlamoqchi bo'lsangiz, ekrandagi admin profiliga YouTube kanal so'zini yozib qoldiring. Biz esa sizga batafsil ma'lumotni yuboramiz. Demak do'stlar, har doimgidek biz ChatGPT saytidamiz va birinchi o'rinda bizga promptlar kerak bo'ladi. Promptlarni do'stlar men Telegram kanalimda qoldiraman. Video ostidagi ssilka orqali Telegram kanalimdan olishingiz mumkin. Xo'sh do'stlar, bizda ikkita prompt bo'ladi, ya'ni birinchisi uzun prompt, ikkinchisi qisqa prompt. Xo'sh, birinchisini do'stlar ko'chirib olamiz avvaliga va ChatGPT ga yuboramiz. Xo'sh, endi esa ketidan biz ikkinchi promptimizni yuboramiz. Tushuntirib o'taman do'stlar, ushbu 4 ta promptimiz bu animatsiya qilib olishimiz uchun prompt. Mana bu bir dona oxirgi prompt esa do'stlar rasm tayyorlashimiz uchun prompt hisoblanadi. Endi avvaliga biz rasm tayyorlab olamiz. Buning uchun ushbu promptni ko'chiramiz va Gemini saytiga kiramiz. Xo'p, Geminiga kirdik, ushbu promptni yozamiz, pastdan sozdad izobrajeniyani tanlaymiz va bu yoqdan do'stlar Pro'ni belgilaymiz. Endi esa rasm tayyor bo'lishini kutamiz. Xo'sh, rasmimiz tayyor, menimcha zo'r qilib tayyorlab berdi. Buni do'stlar yuklab olamiz. Undan so'ng esa biz Grok saytiga o'tamiz. Grok saytiga kirib oldik do'stlar. Endi esa ushbu rasmni joylaymiz va ketidan mana bu birinchi promptimizni yuborishimiz kerak bo'ladi. Mana yubordim do'stlar. Endi video tayyor bo'lishini kutamiz. Ya'ni bizning birinchi kadrimiz tayyor bo'ladi. Va bizga xuddi shunday 4 ta kadr kerak bo'ladi do'stlar. Keyingilarini ham qanday qilishni hozir tushuntiraman. Mana do'stlar, videomiz tayyor bo'ldi. Ya'ni birinchi kadrda ushbu kirxonani tozalab olishyapti. Undan so'ng do'stlar biz ushbu videoni ko'chirib olishimiz kerak bo'ladi. Ko'chirib olgandan keyin videoni oxiridan skrinshot olishimiz kerak bo'ladi do'stlar. Mana shu kadrdan skrinshot olamiz. Va do'stlar biz Grokka ushbu skrinshotimizni joylaymiz. Hamda do'stlar ushbu ChatGPT tayyorlab bergan ikkinchi promptni ko'chirib o'sha videoga jo'natamiz. Mana do'stlar, ikkinchi kadrimiz ham tayyor bo'ldi, ko'rishingiz mumkin. Endi esa ikkinchi kadrni ham oxiridan skrinshot olamiz. Bu skrinshotni ham yuklaymiz va 3-promptimizni yuboramiz. 3-kadrimiz ham tayyor. Endi oxirgi 4-kadrimiz kerak bo'ladi. Mana 4-kadrimiz ham tayyor. Endi esa CapCut yoki shunga o'xshagan istalgan video montaj dasturiga kiramiz. Xo'p, endi ushbu 4 ta kadrimizni ketma-ket qo'yib olamiz. Ushbu videolarni barcha ovozini o'chirib qo'yamiz hamda tagidan birorta muzika qo'yishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun mana bu muzika do'stlar, buni bemalol sizlar mening Telegram kanalimdan yuklab olishingiz mumkin. Buni ham men joylab qo'yaman. Aytgancha do'stlar, ushbu Gemini'ning logotipi qolib ketgan ekan. Biz buni barcha kadrlarni birlashtiramiz va shunchaki salgina kattaroq qilishimiz kerak bo'ladi va videomiz tayyor do'stlar.
Xo'sh do'stlar, ko'rib turganinglardek hammasi juda ham oson. Bunday turdagi videolarni siz ham bemalol telefoningiz orqali tayyorlashingiz mumkin va bularni YouTube kanalingizga joylab zo'r daromad qilishingiz ham mumkin do'stlar. Agarda sizga YouTube orqali daromad qilishni o'rganish qiziq bo'lsa, bizning Telegramimizga murojaat qiling. Biz sizga YouTube kanal ochib beramiz va undan qanday qilib daromad qilishni ham o'rgatamiz. Shuning uchun do'stlar, video ostida manzil bor, Telegramga murojaat qiling va siz ham YouTubedan daromad qilishni o'rganing. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.